Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, e'tiborlar uchun rahmat. Mana xudo xolasa har doimgidek Saratovskiy oblastiga, Penza oblastiga mana inshaalloh yaqinlashib yetib keldik. Akalarimiz bilan kirdi-chiqdilarni amalga oshirib, 5% ga reyslarimiz bilan mana havola ham yaxshib qoldi. Mana bitta futbolkalik havola bo'lib qoldi inshaalloh. 20 gradus issiqqa qoldi. Daraxtlar hali ko'karganicha yo'q mana ko'rib turganlaringizdek. Akalarimiz bilan chegaraga chiqib keldik, reyestrga tushgan, dokument yo'q, bor, aralash, bemalol borib keldik, hammasi joy-joyiga bo'ldi. Mana hozir bitta iloji boricha gaplashamiz. Mana bu birinchi akamizdan boshlaymiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Aka, qayerliksiz? Samarqanddan, Chirog'dan. Samarqand Chilakdan. Aka, borib kelishda qanday bo'ldi? Dokument qanday edi? Dokument yaxshi edi, borib kelish zo'r bo'ldi, hammasi yaxshi, zo'r. Ha, hech qanaqa bir nima deydi? Problemalar bo'lib ketmadimi hech qanaqa? Yo'q, hech qanaqa problema bo'lmadi. Hammasi yaxshi borib keldik. Ha, davolanmasiz reyslardan aka? Ha, yaxshi, zo'r. Ha, yaxshi. Alloh rozi bo'lsin aka. Inshaalloh yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Mana akalarimiz bilan yana bir boshdan. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshimisizlar, obunachilar? Rahmat. Aka, qayerliksiz o'zingiz? Samarqanddan aka. Ha, Samarqand qayerdan? Samarqand Pastarg'omdan. Pastarg'omdan akamiz. Aka, borib kelishda qanday bo'ldi? Dokumentlar qanday edi? Dokument yo'q edi, prasrochniy edi. Chiroyli borib o'tib keldik mana, xudo xolasa. Ha, bizni qayerdan topdingiz siz? YouTube kanaldan. Ha, promoy gaplashib borib kelyapsizmi? Ha. Muammolar bo'lib ketmadimi? Cho'tka hammasi, hech qanaqa muammo yo'q. Davolanmasiz reysdan? Albatta. Tavsiya qilasizmi ko'rib turuvchilarga? Obunachilarga tavsiya qilamiz. Inshaalloh murojaat qilishsin. Rahmat. Borib keladilar. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Mana jigarlarimiz qolganlar bilan bitta yana gaplashamiz. Akalar, assalomu alaykum. Mana shu akamizdan boshlaymiz. Aka, qandaysiz? Qayerliksiz? Shukur, yaxshi. Samarqand, Qo'shrabotdan. Qo'shrabotlik akamiz. Qo'shrabotdan klientlarimiz ko'payib qoldi, jigarlar. Aka, borib kelishda qanday bo'ldi? Dokument qanday edi? Shukur, yaxshi, zo'r. Jalbu yo'q. Hammasi yaxshi. Dokument chatoq edi. Ha, umuman juda ham kashaydi dokumentlar degan gaplar gapirdingiz. Ha, 3 yilma qancha? Prasrochka edi. Ha. Yaxshi, Xudoga shukur. Yo'limiz ochiq ekan. Muammosiz borib keldingizmi? Sizga rahmat, Xudoga shukur, hammasi yaxshi. Ha. Aytyapsiz mana. Ha. Tavsiya qilasizmi ko'rib turuvchilarga? Biz bilan borsa bo'ladimi? Qanday tavsiya qilaman? Ha. Jondan sog' bo'lsin, tinchmizlar. Rahmat sizlarga. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin aka. Akamiz bilan. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, qayerliksiz o'zingiz? Namangandan. Borib kelishda qanday bo'ldi? Bizni qayerdan topdingiz? Yaxshi. Siz bilan borgan odamlar nomerini berdi. Yaxshi odam ekan dedi shu. Tanish bilish qilib, ha? Ha, tanish bilan. Qanday? O'zingiz nima fikrga keldingiz keyin? Davolanmasiz, davolanmasmisiz? Xudo xolasa, biz perisatga qiynalmadik yo'lda. Ha. Muammolar bo'lib ketmadimi? Yo'q, yaxshi, hammasi zo'r, malades. Ha. Ishingizga rivoj. Ko'rib turuvchilarga tavsiya qilasizmi? Bizni reyslarni. Mana ishonchli mashina, ishonchli shofyor, yaxshi borib kelasizlar. Rahmat. Perisatga asosiysi shu. Rahmat. Yerga borib kafeda shu boshqa narsaga javob olmaydi. U yerda qiynalib o'zingiz turmaysiz akoshkani oldida. Ruscha bilmagani ham, dokument yo'g'i ham qiynalmaydi. Hammasiga yordam beradi, hammasi zo'r. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin. Yana bitta jigarimiz bor aka. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum. Qayerlisiz aka? Farg'onadan aka. Ha, borib kelishda qanday bo'ldi? Dokumentlar qanday edi? Dokument yaxshi edi aka. Aha. Borib kelishda zo'r bo'ldi aka. Problemalar bo'lmadimi? Problema bo'lgan yo'q. Ha. 3 kun uxlamasdan ham ishlayverar ekan. Rahmat. Rahmat aka. Persatga 3 kun uxlamasdan shunday borib kelinyapti hozir. Ha. Akaga ishonchli, akani sabriga qoyil. Rahmat. Ehsoni kuchli bor ekan. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin aka. Mana inshaalloh do'stlarimiz, ichkariga bir ayol kishimiz ham bor. Inshaalloh ayol kishidan intervyuni ololmaymiz. Do'stlar, kuzatishga davom etingizlar. Har doimgidek mana Penzani tugatib turib, mana Saratovni tugatib turib, mana baqa endi Penzaga qarab ketyapmiz, Moskvaga qarab. Do'stlar, videolarimizni kuzatishga davom etingizlar. Reyestrdagilar ham bemalol borib kelyapti, dokumenti yo'q ham, bor ham, hammasi bemalol borib kelyapti. Kuzatishga davom etingizlar. Inshaalloh keyingi reyslarga sizlarga olib borib kelishimiz mumkin. Reyslarimiz har 3 sutkaga bo'lyapti. 6-chislo, 9-chislo reyslar bo'lib turibdi. Kuzatishga davom etamiz do'stlar. Keyingi videolar ko'rishguncha.